puli yengilroq avtomat korobka Cobalt qidirib yurganlar uchun navbatdagi Cobalt avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysa avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 132 ming kilometr. Mashinaga 4-pokoleniya metan gaz оборудованияsi o'rnatilgan, texnik holatlariga ham qarab akkuratni haydalgan, motor ходовой korobkaning hech qanaqa rasxodi, hech qanaqa muammolari yo'q. Balonlar deyarli yangi holatda. Salon qismiga keladigan bo'lsak, yiliga nisbatan ancha yaxshi akkuratni salon, eskiroq xol poligi bor. Pioneer magnitofon o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magicar bor. Akkuratni, приятный salon. Kuzovidagi aybiga keladigan bo'lsak, orqa o'ng taraf eshigi yuzak sepilgan, kalenkasi pitno qilib bo'yalgan, ichiga stoykalar umuman o'tmagan, parogi toza. Oldi o'ng kriloni tepasida, uchida va kapotini o'ng taraf uchida ozgina shram joyi bor. Buni kosmetik to'ldirib chiroyli qilsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8300 dollar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisiyaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni arzonchiroq avtomat korobka qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.